Bo'ladimi? 33 milyon so'm. Bor aka. To'ppa-to'g'ri. Yaxshi narsani soni kam bo'ladi, ha? Bilasiz. Albatta, albatta. Ana shunday. Yaxshi narsa, xudo xolasa soni kam. Ko'p emas, bitta obunachiningizni qo'yay aka. Xudo xolasa inshaalloh qo'yliq qilamiz. Bitta bonus aka. Agar mabodo 12 taning ichidan chiqib qolsa, o'sha bitta bekorgami? O'sha bitta bekariga aka. Gap ha? Bitta bonus. Gap. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qadrli qo'y, qo'zi, qo'chqor ishqibozlari. Hurmatli obunachilar, bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha Oltimchilar qishlog'i, Saroy qishlog'idagi Sanjarbek ukamizni meni qo'yib yurgan. Sanjarbek, hormat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz uka? Sog' salomat. Tinchmisiz? Rahmat aka. Xo'p, hurmatli obunachilar, Sanjarbekda qo'ylarning soni ozgina, sozgina. Narxlari ham shunga qarab arzon. Sanjarbek tishi chiqqandan beri shu chorvani ichida, shu qo'y sohasining ichida. To'g'rimi Sanjarbek? Aka, to'ppa-to'g'ri. Yaxshi narsani soni kam bo'ladi, ha? Bilasiz. Albatta, albatta. Ana shunday. Yaxshi narsa, xudo xolasa soni kam. Ko'p emas, bitta obunachimizni qo'yay aka. Xudo xolasa inshaalloh qo'yliq qilamiz. Soni 12 ta aka. Bo'ylari 70 plus minusda. Yo'q, qo'ydi davomida video syomkasini qilaylik, shu davomida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, videodan like bosib, obuna bo'lmagansiz, obuna bo'lib qo'ying. Yaxshi niyatda bittadan like bosing, har biringizda xonadoningizda shunaqa yaxshi, chiroyli, sifatli, mana shunaqa chiroyli qo'ylar bo'lsin. Sanjarbek, bularning yosh oyligi qanaqa uka? Bularning yosh oyligi aka 7 oylik plus minusda. 7 oylik. Xudo xohlasa to'qliga qadam qo'yayotgan variantlari ekan aka. Ana shunaqa aka. Xudo xohlasa to'qliga qadam qo'yadi. Yo'q, hurmatli obunachilar, to'qli degan so'zni ba'zi insonlar tushunmaydi. Birinchi qo'y qilayotgan, chorvani endi boshlayotgan insonlar 6 oydan o'tgan qo'zi, qo'chqorlar, sog'liqlar to'liq hisoblanadi. To'g'rimi Sanjarbek? Albatta aka. Mana buni toshlariga e'tibor bering. Oyoq kasaklariga ham e'tibor bersak. Uzunligiga e'tibor bering. Emas aka, shippak oyoq emas. Stakan oyoq bular. Haqiqiy suyakli bo'ladigan qo'chqorlar ekan. Xudo xolasa sababini qilib yaxshi boqsangiz, zotga boqadigan, saralangan, terilgan Sanjarbekning o'zi tabi nozik. O'shaning uchun saralarini topib olib keladi. Akalar kallalariga, garbonslariga e'tibor beringlar. Xudo xolasa sifatli, chiroyli qo'ylar ekan. Xudo xolasa bitta insonni xonadoningizga olib kirib, mana men qo'y oldim desangiz, arziydigan qo'ylar, qo'chqorlar ekan. Sanjarbek, bularning uka bari qo'chqormi? Bari qo'chqor aka. Kichmasi, axtasi, sovlig'i bo'lsa, bekorga beramizmi? Bekarga aka. Yo'q. Bekar. Hurmatli obunachilar, mana agar mabodo muammosi bori chiqib qoladigan bo'lsa, uyingizga borasiz, ko'rasiz, tekshirasiz. Shunaqa muammosi bor bo'ladigan bo'lsa, pul sanamay olib qolaverasiz, akalar. Hech qanaqa e'tiroz bo'lmaydi. Hurmatli obunachilar, xo'p, biz yo'l yuzida video olyapmiz, shuning uchun ozgina videolarimiz uzilish bo'ladi. Hurmatli obunachilar, biz aytib o'tganimizdek yo'l yuzida video olyapmiz, shuning uchun videolarimiz ozgina uzilish bo'lyapti. Lekin siz aziz obunachilar uchun biz harakatdamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, qarang, qora baxmal sivetlari chiroyli, haqiqiy bo'ladigan qo'chqorlar ekan. Toza hisori qo'ylar ekan, ha, Sanjarbek? Xudo xolasa tozasi bo'ladi aka. Yarachka dumbalari. Haqiqiy chiroyli, sifatiga gap yo'q. Sanjarbek, bularda uka yosh oyliklarini aytdi. 7 oylik plus minus deyapsiz. Yerdan balandliklari qanaqa ekan? Yerdan balandligi xudo xolasa standart 70 past aka. Standart 70. Olish olsin. Balandi bor, lekin standart 70 ga. Yo'q, xudo xolasa tasi yo'q. 70, rovni 70 ga garantiyasi bilan beryapti Sanjarbek. Uyingizga borganda o'lchab pulini sanaverasiz. Xo'p, Sanjarbek, bularning yeb ichishlari qanaqa ekan uka? Yemoq, ichmoq xudo xolasa aka sinovdan o'tdi. Yemoq, ichmog'i sinovdan o'tdi. Albatta, 2-3 kun baribir yemoq sinovlarini sinovdan o'tkazmasak o'zimiz ham bo'lmaydi. Avvalo aka, birovga aka 3 million, 3,5 million pul sanavarish oson bo'lmayapti. Tovarish oson bo'lmayapti aka. O'sha odamlar ham, misol obunachilaringiz ham misol haliga kuyib qolmasin degan ma'noda biz ham 2-3 kun sinovni o'tkazyapmiz aka. 2-3 kun sinov muddati bor. Xo'p, endi buni qancha kafolatini beramiz? Ya'ni yeb ichiga, yo'talib o'taliga, sog'lik salomatligiga. Sog'lik salomatligi, yemog'i, ichmog'i xudo xolasa hafta garantiya beramiz aka. Bir haftaga kafolati bor. Bir haftaga garantiya olish bo'ladi. Gap-gap-a? Gap-gap aka. Yo'q, hurmatli obunachilar, bir hafta yemoq, ichmog'iga kafolatlari bilan oling, xarid qiling. Xudo xolasa sizni boy qiladigan, yaxshi biznesga olib kiradigan, zo'r sifati a'lo darajadagi birinchi sortli qo'chqorlar ekan. Akalar, to'g'liga o'tgan, xudo xolasa yemga tayyor varianti ekan. Hurmatli obunachilar, mana yemga tayyoridan so'raganmidingiz? Mana yemga tayyori. O'zi ozgina, sozgina, bir qo'rab, bir pachka qo'y ekan. Xo'p, joyda aka, bitta ma'lumot berib ketaman. Xudo xolasa yemga tayyor deyapsiz, albatta. Ertalab kechqurun bir kosadan yo bo'lmasa bir piyoladan arpani ezilganini berib turishaveradi. Xotirjam, mana issiq kunida yem berib berishmaydi. Issiq kunida arpa sovuqlik aka. Bu misol bilmaganlarga haliga ma'lumot, bilganlarga eslatma ekan. Yo'q. Aslida arpani berib tursa, xudo xolasa suyaklarni ozgina cho'zib oladi. Sovuq sal o'tib olgan, issiq o'tib olgandan keyin
bemalol yemini berishaveradi. Hurmatli obunachilar, bular suyak buzishga kelgan rosa. Xudo xolasa yaxshi sababini qilsangiz, bular bo'yiga ham, eniga ham hamma tomonlama ketadigan chiroyli sifatli qo'chqorlar ekan. Hurmatli obunachilar, sizga boy qiladi. 2-3 oy sababini qilib boqing, xudo xolasa sizga boy qiladigan, sizga zo'r daromadga keltiradigan qo'zi qo'chqorlar ekan. Xo'p, Sanjarbek eng qiziq joyi bularni narxi uka. Qani? Obunachilarimiz ham 4-42 qo'yadi bo'ylayapti-da. To'g'ri qo'chqorlarni uka siz arzon qo'yaman aka dedingiz. Men 4-42 qo'ymayman aka. Qanchadan qo'yamiz? 4 pasida 3 million 900 ming so'm. 3 million 900 ming so'mdan. Hurmatli obunachilar, yaxshilab e'tibor bering, bitta-bitta ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. 3 million 900 ming so'mdan to'g'ri qo'chqorlarda Sanjarbek qo'yib Yerdan balandliklari 70 plus xudo xolasa. Xo'p, Sanjarbek 3 million 900 ming so'mdan uka zo'r qo'ydingiz. Hurmatli obunachilar, biz bozorda syomkasini har kuni qilib boramiz. Bugun bozorda ham arzon ish qilib qoldi. Shuning uchun bozorda syomkasini qilmasdan bugun siz aziz obunachilar uchun arzonini reklama qilaylik dedik. Xudo xolasa siz shundan imkoniyatdan foydalaning. Xo'p, Sanjarbek bu zo'r narx bo'ldi uka. Bozorga mabodo birorta dehqon adashib chiqib qolsa, to'r atrofida berib qo'yishi mumkin-da uka. To'r atrofida berib qo'yishi mumkin. Mashina o'tkazib uzmay qo'yaveraman aka. Mashina o'tkazib yuravering aka. Yuravering aka. Hurmatli obunachilar, mana qilib texnikalar o'tib turibdi. Biz videoni uzmasdan olishga harakat qilamiz. Xo'p, Sanjarbek, mabodo dehqon chiqib qolsa, shunaqa narxga berib qo'yishi mumkin. Dehqonmi? Endi buni raznica qilaylik uka. O'zi dehqondan arzon bo'ladi. Yo'q, dehqondan arzon bo'lyapti, lekin endi adashib chiqib qolgan bitta ikkita chiqib qolsa, to'rdan berib qo'yishi mumkin-da. Shuning uchun shuncha 39 dan deyapti. 39 dan dedingiz, endi 100 ming sizga yarashmaydi Sanjarbek. Bu ish chiqqandan beri savdogarda yurgan odamga bu yarashmaydi. O'ylanish kerak yo'q. 38 dan bir joyga. Kam yo'q barakasini 12 tasini aka. 12 tasini hurmatli obunachilar bir joyga 3 million 800 ming so'mdan to'g'ri qo'chqorlarni Sanjarbek qo'yib yubordi. Hurmatli obunachilar, bittadan like arziydi, bittadan like bosing, siz uchun men ham harakat qilyapman. Mana shu ukamiz ham harakat qilyapti. Xudo xolasa biz harakatdan to'xtaganimiz yo'q. Sizlarni qo'llab-quvvatlashdan mana shu yergacha keldik. Bundan buyog'iga ham xudo xolasa siz aziz obunachilar uchun shunaqa arzonlarni sifatlidan chiqarishda davom etamiz. Xo'p, Sanjarbek, bular dastlabki masalasi nima bo'ladi uka? Dastlabkasi aka, xudo xolasa bularni Samarqandgacha undan oyog'ini kelishamiz. Samarqandgacha besplatni qilib yetkazib beramiz. Bo'ldi, ketdik, qo'raga qarab hayda olamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana vodiy bo'ylab Toshkentgacha, Samarqandgacha uyingizga bepul yetib boradi. Xuddi shu narxlardan 1000 so'm ham qo'shilmaydi. Hurmatli obunachilar, bu yerda texnikalar o'tib turibdi. Biz siz aziz obunachilar uchun harakatdamiz. Xo'p, Sanjarbek, voy aka. Uka, siz magazinchi emassiz. Hammasini bir joyga tortganga, sunnatiga. Sunnatigami? Ha, sunnatiga ozmas xayri bor aka. Aka, payg'ambarimiz ham savdolashganda aka. Albatta, albatta. Xudo xolasa aka, buni savdosi bor. Telefon qilsin, bir nimalig'i beraman. Gap yo'q. Lekin katta narsa kutishmasin, bir nimalig'i beraman. Albatta, albatta. O'zi narxlar zo'r bo'ldi. Bozordan 500 ming arzon bo'ldi. Hurmatli obunachilar, imkoniyatdan foydalaning. Videodan uzoqlashmasdan bittadan like bosib tursang, oldinda yana arzon, chiroyli, sifatli partiyalarimiz bor. Hurmatli obunachilar, menga sal puli qulayroq bo'lsin, qo'chqor bo'lsin degan obunachilar uchun mana qo'chqorlarni yana yaxshilari, zo'rlari chiqdi Sanjarbekdan. Sanjarbek, bularda soni qancha ekan uka? Bularda soni aka 12 dona. 12 bosh. Bari qo'chqor, xudo Bari xolasa. qo'chqor, xudo xolasa aka. Xo'p, Sanjarbek, bularda yosh oyliklari qanaqa uka? Bularda yosh oyligi aka 6 oylik. 6 oylik plus minusga xarid qilsa bo'ladi. Minusda. Oldi 6 oylik xolos. Minusda. Plus yo'q aka. Bo'ldi, 5-6 oylik deylik. 5-6 oylik deylik. 5-6 oylik atrofidagi qo'chqorlar ekan. Sanjarbek, bularda xudo xolasa ichida pichma paxta deydi-ku. Shunaqa muammosi bor yo'qmi uka? Aka, ana shu hammasini bir joyga xarid qilsin, pichmas axtasi bo'lsa, bitta bonus aka. Agar mabodo 12 dan ichidan chiqib qolsa, o'sha bitta bekorgami? O'sha bitta bekariga aka. Gap ha? Bitta bonus. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, mana uyingizga boradi, bitta tekshirib oling. Xudo xolasa unaqasi yo'q deyapti. Mabodo chiqib qolsa ham uyingizda qolaveradi. Bir so'm pulini bermay hisob qilsangiz, xarid qilsangiz bo'laveradi. Sanjarbek, xo'p, bular uka ozgina charchoq ekan-a? Charchoq aka qo'ylar. Xo'p, hurmatli obunachilar, qo'ylar 100% sog'lom. Sog'lik salomatligiga, yo'taliga, pichmasiga, axtasiga, hamma narsasiga, yeb ichishiga ham kafolati bor. Sanjarbek, bularga ham hafta aka, xudo xolasa. Sog'lik salomatligiga, yeb ichishiga bir hafta kafolati bilan. Bir hafta kafolati. Gap yo'q, hurmatli obunachilar, bittadan like bosib qo'yasizlar. Sanjarbekda hamisha arzon va kafolatli qo'zi-qo'chqorlar bo'ladi. Xo'p, Sanjarbek, voy aka. Mana texnika o'tyapsin-a. Hurmatli obunachilar, texnikalar o'tyapti. O'shaning uchun videomiz ozgina uzilishlar bo'lyapti. Buning uchun biz uzr so'raymiz.
Siz obunachilar uchun xudo xolasa biz harakatdamiz. Xo'p, Sanjarbek bularni yosh oyliklarini 5-6 oylikka beramiz dedingiz. 5-6 oylikka beramiz. Xo'p, yeb ichishga kafolati bor. Yerdan balandliklari qanaqa ekan Sanjarbek? Bular aka 63 bilan 70 o'rtasida. 65-70 atrofiga xarid qilsa bo'ladi, ha? Shunaqa aka. Xo'p, Sanjarbek eng qiziq joyi bular narxi uka. Narxi yengil aka. Qanchadan qo'yamiz? Ha, bo'ldi bering. Oshigan qo'limni shunday ushasinda, Xo'p, 3,5 dan olib ketishsin. 3,5? Ha? Yo'q, Shu men bozorda yuraman. Men bozorda syomkasini qilaman. Shu bugun bozorga chiqmadim. Men hozir obunachilarimga buni ilinolmayman. olmayman. 3,7, 3,6 men 500 mingdan arzon deganman. Ya, o'zi hozir aka. Shu qo'ylarda holati zo'r. Turishini qarang, haqiqiy zo'r. Dumba, haqiqiy oyoq qo'li uzun, beli baquvvat qo'ylar ekan, lekin 3 million 500 ming so'mdan 3 million bizni kanal uchun qimmatli qiladi Sanjarbek. Bizni kanal uchun qimmatli qiladi. Yo'q, qo'y qimmat. Hisobimcha qiladi. Bozor bilan bir xil bo'lib qolyapti Sanjarbek. Bu bozor bilan bir xil olsa, 12 tasidan 1 million 200 ming o'tdim mana. 1 million 200 ming o'tsangiz 3 million 400 dan bo'lyapti. 3 million 400 dan bo'lyapti. Ha, 100 ming bo'lsa so'ramayman. 100 ming bo'lsa so'ramayman. Bozordan arzon, 500 ming arzon dedim aka. Bozordan 500 ming arzon. Aka, qarang. Menga qarang. Bitta so'rayman, boshqa so'ramayman. Siz qarang, tushuntiring deganingiz bilan cho'ntakdan pul sanashga bog'liqda. Shu obunachilar uchun men cho'ntagidan pul sanayapman bularga. 3 million 300 ming so'mdan hammasini bir joyga, bir qo'raga berdingizmi? Berdingizmi? Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, mana 3 million 300 ming so'mdan mana rasprodaja bo'lib ketdi. Akalar, ukalar bozordan 500 ming arzon bo'ldi. Opal qilib aytganda aka, 12 tasini shunda bozorga olib chiqsa, 12 tasidan aka 2 million 800 ga 2,5 million foydalari bor. Xudo xolasa o'zidan Xudo xolasa. Avvalo boquvchi olsin aka. Arzon oldim, bozorda eng oldi qo'ygan arzon oldim desin. Naboqda savdogarman desam, savdogarlikka ham misol mollari bor. Yo'q. Shu 12 tasida 2,5 million 2 million 800 foydalari bor. Yo'q, hurmatli obunachilar, qo'y olaman deyapsizmi? Birinchi o'rinda arzon oling. Foyda qilmoqchimisiz? Arzon oling. Mana shunaqa sifatli. Mana qarang aka, dumba soqolariga ham raketa dumba, hammasi oyoq qo'li uzun. Xudo xolasa suyak buzgan variantlari. Buni yaxshi sababini qilib boqsangiz sizni qo'y qiladi. Qayta aytyapmiz. Qo'yda baraka, hurmatli obunachilar. Qo'y jannatdan chiqqan deyshadi. Uyingizdan fayzi baraka aramaydi. Qo'y boqing. Xudo xolasa oldinda yana partiyalarimiz bor. Hurmatli obunachilar, hozirgi kunda sog'liq ozgina global muammo bo'lib turgan bir paytda Sanjarbek ukamizda ozgina 10 boshmidi Sanjarbek? 10 bosh. 10 bosh ichida egizakchi sog'liqlar ekan. Hurmatli obunachilar, videodan like arziydi, bittadan like bosib qo'yasizlar. 10 bosh, mana shu ko'k, mana shu orqasi oq turgan bilan berigisi ikkalasi egizak ekan, Sanjarbek. Egizak aka. Yana bitta egizagi bor dedingiz, qaysidir bittasini? Qaysidir bittasi egizak, lekin men to'shni aniq o'rganim yo'q. Hurmatli obunachilar, buni yunga olingani uchun hammasi bir xil bo'lib qolgan. Lekin yana ikkita egizagi bor. Xudo xolasa 4 jup, 2 jup egizagi bor. Xudo xolasa olsangiz sizni yaxshi daromadga keltiradigan uzoq yil, 8 yil, 10 yil, 12 yilgacha bolasini oldida olib yuraveradigan qo'zichoqlar ekan, akalar. Xo'p, bular qo'zichoq emas shekilli Sanjarbek. Yo'q, aka, 5 oylik aka bular. 5 oylik o'tib qolyapti. Ha, 5 oylik xudo xolasa 1 oydan keyin to'g'liga qadam qo'yadigan yaxshi, chiroyli, sifatli sog'liqlar ekan. Hurmatli obunachilar, videodan like bosib qo'ying, mana shu ko'kini oling, xudo xolasa sizni boy qiladi. Sanjarbek bularda yosh oyligiga 5 oylik bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerdan balandliklari taxminiy aytib o'tib ketaylik uka. Men aka eng pastiga beray 65. Lekin biz 65 plyusga berar ekanmiz-da. 65 plyus. Eng pasti bir dona bor. Qolgan hammasi 70 aka. O'sha eng pastiga beraman. Eng pasti 70, 65. Oldilari 70 hisoblab olaverasiz, hurmatli obunachilar. Bitta iloji bo'lsa tepasiga kelib tanlab oling. Sanjarbekka asli halollik birinchi o'rinda. Aytishadi-ku Sanjarbek haligi. Halollik foydadan ustundir. Albatta. Sanjarbek shu naqlga amal qilib ish qiladi akalar. Xudo xolasa sizga boy qiladigan, sizni yaxshi daromadga keltiradigan sog'liqlar ekan, uzoq yil foydasi, bolalari foydaga qolaveradi, onasi qolaveradigan variantlar ekan. Ashulaqa aka. Orqa sohalariga ham e'tibor bering, orqa sohalari ham keng, qochishga, tug'ishga zo'r variantlari ekan. Xo'p, Sanjarbek bularni uka yeb ichishlari nima ekan? Yeb ichishlari xudo xolasa aka 10 kunga. Garantiya. 10 kunga kafolatini beramiz bularga. 10 kunga garantiya. Va sog'liqlarda immun shu sog'liqlar 10 kunga garantiyasini beraman. 10 kunga kafolatlari bilan ekan, hurmatli obunachilar, yaxshilab e'tibor bering. Hozirgi kunda hamma bir hafta, 3 kun kafolatini beryapti. Sanjarbek bu sog'liqlarimizga xudo xolasa 10 kun kafolat beryapti. Sanjarbek bularning narxi qancha uka? Aka, bitta gap. Hop.
Xo'p, avvalo qo'yni ustiga kelib sharoitlari bo'lsa, ustiga kelib ko'rib lakata tashlab beramiz, ko'rib kelib olsin aka. Menga kelishadi, menda ish bitmasa aka, qishloqda bor. Qishloqda ish bitmasa, kelishadi, uka ishim bitmadi deysa aka, gaz rasodlari mana mendan aka. Narxi bo'ladigandan so'ragan narxi aka, bularning narxi. Sog'liq ekan deb, narxni aytmang a. Ular narxi 34 dan aka. 34 dan zo'r narx bo'ldi. Bir joyga 34. Shunga qarang, bitta savdo qilay. Bizni kommentda ham o'qiyotgan bo'lsangiz yozishyapti. Savdosini qiling deb. Savdosini qilamiz aka. Siz 4 million, 3 million 400 ming so'm deyapsiz. Shuni ham 100 dan tushing, bir joyga 10 tasini bir qo'raga. Bo'ladimi? 33 million so'm. Barlar aka. Hurmatli obunachilar, sog'liq hozir global muammo bo'lib turgan paytda mana sog'liqlarning egizakchilarini siz uchun Sanjarbek 3 million 300 mingdan qo'yib yubordi. Akalar, videodan like arziydi. Obuna bo'lmay kuzatayotganlar obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa, siz aziz obunachilar uchun sifatlilarini, arzonlarini chiqarishda davom etyapmiz. Hurmatli obunachilar, hop bu oxirgi video syomkamiz edi. Hop, so'nggi partiyamizda Sanjarbek. So'nggi partiya. Xudo xolasa Sanjarbekdan bundan ham arzonlarini kutib qolamiz, Sanjarbek. Xudo xolasa aka, hali qo'y so'rab, tagi so'rab kelishaversin aka. Arzonlari qulaylari chiqadi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.